Biz hozir Xargosdagi yangi qurilgan skladga keldik. Taxminan 2 yil bo'lgan. Hali yetmaydi. Hop. Bu 16.000 kvadrat, ya'ni hozir biz tegishli bo'lgani, bizning odamlarga tegishli bo'lgani 16.000 kvadrat. O'zi juda katta, bilmayman qarang. Juda katta. Keng dala bo'lyapti. Hozir mana bu yerda sizlar Samarqandga padosho bo'ladi-ku. Shunaqalarni yuklashyapti. Hop, mana men sizga ko'rsatsam nima yuklamoqchiman mana. Mana nasib yuklamoqchi. Bu Samarqandga ketadi. Samarqandga ketadi. Hop, bu yerda ham xuddi shunaqa narsalar. E'tibor bergan bo'lsangiz, tekis qilib har bitta mijozi yuklanib, o'ziniki shunga taxlab qo'yilgan. Tekis qilib ustoba aralashib ketmaslik uchun. Hop, endi bu yerda pasudalar bor. Pasudani ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, paletda kelgan. Paletda kelgani sababli mana shunaqa tekis turibdi, tovarni vidini yo'qotmaydi. Mana paletda kelgan. Bularni ham bugun yuklab chiqariladi. Bular Toshkentga ketyapti. Hop, mana bunaqa paletda kelsa, shuning uchun mijozlarimizga aytamiz, paletda yuklansa juda tovarni vidi yo'qolmay, shikast yetmay keladi. Ko'p endi to'g'ri kubdan yutqizishimiz mumkin. Necha kub ham yutqizardik, misol uchun 5 kubmi, lekin tovarning vidi umuman yo'qolmaydi. Hop. Bu yerda kameralar bor, kameralarga dostuplar bor hammasi. Mana bu yerda ham chinni hammasi bo'lib Toshkentga ketyapti. Mana ko'rsanglar, keng bayon dala bo'lyapti. Hop. Shu. Endi bu grushiklar mana ishlashyapti. Bu yerda hozir grushiklar nima ish qilyapti desak, masalan, deylik, 170, 150 kub yuk olib keldinglar. Bu yoqqacha bu yoqqa olib kelib oldik. Vaholanki sig'maydi. Misol uchun 20 kub, 10 kub qolib ketadi. Shu yuklarni mijozlarimiz mana bu modellar qolsin desa, hozir bu yerda gurushliklar shu ish bilan shug'ullanyapti. Ya'ni o'sha modellarini topib, ajratib qo'yishyapti. Ajratilgan yuklar mana bu yoqqa shuni ajratib qo'yapti va ismini yozib qo'yiladi. Shtoba boshqa yuklar ketsa, aralashib ketmasligi uchun. Endi bu sklad Xargosdan, o'sha ya'ni chegaradan taxminan 11 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu skladdan faqatgina mana shunaqa chinni yoki lustra agar yuklanish kerak bo'lsa, shu yerdan yuklanadi. Nimaga deyilsa, bu yerda bizada 140, 145, ba'zida 150 kubli furalar ham chiqib turadi. Shuning uchun основной bu yerda где-то taxminan 120, 125, ya'ni 120 dan 130 gacha yuklarni yuklay olasizlar. Chunki bu yerda 150 kubli furalarni ham topib yuklab yubora olamiz. Hop. Hozir men ko'zim tushib qoldi. Bu yoqqa Toshkentga ketayotgan yana bir yuklar bor edi. Mana o'yinchoq mashinalar. Mana bular ham bugun yuklanadi. Mana bugun yuklanadi. Naqd guvanjoni o'zidan kelgan. Hop. Bular kelganiga taxminan kechiga 1,5 kun bo'ldi. Bugun yuklab chiqib ketiladi. 2 kun turibdi. Fura kiradi, keyin chiqib ketadi. Xudo xolisa. Endi guruch pulmaysiz bo'lmaydi deganda ham bunaqa albatta singan narsalar emas, ularni bu yoqqa olib qo'yamiz. Singan agar kelsa, bizani aybimiz bilan bo'ladigan bo'lsa, albatta uni to'lab beramiz. Muammo yo'q. Sizlar qanaqa aytsanglar, o'sha bo'yicha yuklanadi. O'zi aslida bizda plan qilinadi. Masalan, lustra bo'lsa, og'ir lustralarni tagiga, yengillarni ustiga qilib yuklab plan qilib beramiz. O'sha planlar bo'yicha guruchlarimiz yuklab hammasini o'sha qanaqa aytgan bo'lsa, shunaqa yuklab berishadi. Hop, hozir Xargosda
qor yog'ib ketibdi. Qor yog'yapti hozir Xarkovda. Hop. Endi to'rimizda aslida Moskvaga ketadigan yuklar bo'ladi. Biz hammasi Moskvaniki. Shunaqa do'stlar. Shu reportajimizni shu yerda to'xtatamiz. U to'rida yana anaqa yuklar tayyor bo'lib turibdi. Mana hozir bu yerdan keladi. Fura tayyor turibdi. Fura keladi deyapti. Yuklar Toshkentga ketadi. Yuklarni yuklab. Bu og'ir yuk bo'lgani uchun unaqa ustiga ham qo'yilmaydi. O'sha og'ir yuk bo'lgani uchun yarmigacha to'ladi. Yuklar og'ir, bilasizlar. Xo'p, shu birodarlar, salomat bo'linglar.